Fatima onamiz so'raydi, dadajon mahriga nima bor ekan? Desa, payg'ambar alayhisalom aytadiki, mahriga 180 tilla berdi, 90 tillaga sizga mahrga ajratdik, 90 tillaga dasturxon yozadigan bo'ldi. Mahriga rozi emasman deydi. Mahriga noroziman. Desa shu payt Jabroil alayhisalom tushadi, yo Allohning rasuli, Fatimani mahriga Alloh jannatni beryapti deydi. Fatimani mahri uchun Alloh jannatni beryapti desa, Fatima onamiz nima deydi? Rozi emasman. Rasululloh aytadi, qizim sizga jannat beryapti Robbim. Sizga jannatni to'laligicha hadya qilayotgan bo'lsa, boshqa undan ortiq sovg'a yo'q desa, dadajon, Aliga mahriga rozi bo'lishligi uchun Jabroilga ayting. Sizni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan ummatingizni oxirgisi qiyomat kuni jannatga kirmas ekan, mahriga rozi emasman. Ya'ni siz bilan bizni jannatga kirishligimizni mahriga so'rab qo'ygan. Shuning uchun Rasululloh aytadiki, qizim, bu so'ragan tilagingiz bilan siz jannat ayollariga sayyida bo'ldingiz. Jannat ayollarining sayyidasi bo'ldingiz deydi. Shuning uchun Fatima radhiyallohu anha onamiz, Xadija onamiz ham emas, Oysha onamiz ham emas, boshqa onalarimiz ham aynan Fatima onamiz jannat ayollarining sayyidasi.